Met kollej yangi uy-joylarda 2 xonali 2-etajda mana shu domimizda kvartira bor, sotiladigan domimiz. Remontlari ham sredni. Hamma tomonni ko'ryapsizlar. Gaz, svet, suv, hamma sharoiti bor. Hozir egasi keladi, o'rganib chiqamiz. Necha pul qolgan, necha pulga sotiladi, hammasini bilamiz hozir. Asatga puli qancha, to'lab bo'lganmi, yo'qmi hozir bilamiz. Mana shu podyezddan kiramiz, mana birinchi podyezddan. Hozir kiramiz ikkinchi etajga. Mana ikkinchi etajiga chiqdik, shu boya ko'rsatgan joyimizda. Mana uyimiz akkuratni remont qilingan. Necha xona? Ikkitami-da? Ikkita. Shu 2 xona uyimiz ekan mana. Konditsioner. Kirganda to'g'rida mana zali bor. Pardalari akkuratni qilingan remontdan cho'tki turibdi. Televizor bu yerda. Bu yerda kuxnyasi. Kuxnya mebellari, mana xolodilnik. Shuni chiqamiz, mana keyingi xonasi. Spalnisi. Parda. Garis hamma. Mana. Fanier. Hop, endigi anasi sanuzelini ko'ramiz. Akkurat vannalar ham. Ariston nasos o'zlariga отдельно qo'yilgan, 24 soat o'chmaydi. Kanalizatsiya ham o'ziga отдельно qilingan ekan. Toshxonalari, koridorlari ham keng, mana katta. Boshqalariga qaraganda 70 million kredit qolgan ekan uyimizni. 250 million so'rayapti. Kelishtirib beradi. Yana gaplashasizlar, savdosini qilasizlar, egasini nomerini qo'yamiz. 70 million kredit qolgan, 250 million so'rab turibdi. 2 xonali uy, 2-etajda, Met kollej yangi uy-joylarda.